Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari, akalar, ukalar, Namangan Sadoqatda joylashgan traktor texnikalar do'konimizda bugun yana bir traktorimizni narxlarini va to'liq obzorlarini aytib o'tib ketamiz. Bu traktorimiz ko'rib turganlaringdek Kite 354 Xitoy traktorimiz haqida bo'ladi bugungi obzorimiz. Bo'lmasa obzorlarimizni boshladik. To'liqroq ma'lumoti sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni agar aytmay ketib qolsak, akalar, bemalol telefon qilishlaring mumkin. Xo'sh, kommentariyalarga o'z fikrlaringni yozib qoldirasizlar. Sizlarga qanaqa traktor qiziq bo'lyapti, qanaqa traktor kerak va qanaqa traktorning ma'lumoti va narx qiziq bo'lsa, yozib qoldirsalaring, keyingi obzorlarimizda o'sha sizlar aytgan texnikalarda obzorni qilib chiqaramiz, akalar. Xo'sh, traktorimizning ma'lumotini boshladik. Bu traktorimiz 4 porshilli 35 ot kuchli traktorimiz hisoblanadi, akalar. Motorlari Lidi motorlar bilan jihozlangan, ko'rib turganlaringdek. Soatiga 3 litrdan maksimal 5 litrgacha salarga rasxod qiladi bu traktorimiz. Ko'rinishlari, akalar. Traktorimiz 60, 70, 80 agatlarda bemalol yuradi. Balonlarni almashtirib, kengaytirib ishlatsalaring bo'laveradi, akalar. Xo'sh, balon razmerlariga qiziqadiganlar bo'lsa, 12 ga 24 hamda 650 ga 16 balonlar bilan jihozlangan 4x4 tortadi traktorimiz. Xo'sh, rollari gidravlika holatda bo'ladi, tablolari chiroyli qilib ishlangan. Skorslari reversli, oldiga 4 talik, orqaga 4 talik skorslari mavjud va xuddi shular quyonda ham, toshbaqada ham yuradi, akalar. Ko'rib turganlaringdek traktorimizning ko'rinishlari. Akalar, traktorimiz ichki bartavoyli variantda bo'ladi. Ichki bartavoyli, tashqi silindrli, nasosli variantda bo'ladi. Ko'tarib, tushirib bosadigan variant, akalar. Keyin bularga bemalol pritseplarni ham ulab ko'tarib, tushirib, bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Ancha qulayliklari ko'p bu traktorimizda. Traktorimiz ko'rib turganlaringdek navesli variantda bo'ladi. 5 kabina. Motorlarni qiziqadiganlar bo'lsa ochib ko'rsatamiz. Akkumulyatori ancha katta akkumulyatorlardan qo'yib ketilgan motorlari mana. Traktorimizni mana bu tomonlardan ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Traktorimiz seplena bosmasa zavat bo'lmaydigan traktorlarimiz turidan bo'ladi, akalar. Mana shu narsasi qo'yib ketilgan, mana seplena ezib turganda zavat bo'lmaydi, bosganlaringda zavat bo'ladi, akalar. Yana bitta qulayliklari. Sidinalari, remellari qo'yilgan, reverslari, akalar. Qulay qilib ishlangan. Boklari ham mana shu tepa qismiga qo'yib ketilgan. Ko'rib turganlaringdek 60 litr salarga elitadi. Salarga tanlamaydi, akalar. Bemalol qo'yib ishlataverasizlar. Xo'sh. Quyon toshbaqalari, korslari va insholarni ko'tarib tushiradiganlari. Qiziqqanlar bo'lsa, hozir bitta ovozlarni eshitkizib ko'rsatib beramiz, akalar. Xo'sh, undan oldin, akalar, manzilimizni yana bir bor aytib o'tib ketamiz. Namangan Sadoqatda joylashgan bo'ladi. Mana shu Perval yo'lida keluvchilar uchun telefon raqamlarimizga bog'lansalaring yoki Telegramdan bog'lansalaring, akalar, lokatsiyalar tashlab beriladi. Bemalol kelishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Traktorimiz haqida to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizga aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Shunaqangi traktor qidirib yurgan akalar bo'lsa, narx qiziq bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimizga bog'lanib, mana shu 354 mini traktorlarimiz haqida ma'lumot olishlaring mumkin, akalar.